Elmurod. Qayerda o'zi Elmurod? Choyxonada? Ha deb choyxonaga ketaverar ekan. Bu bola choyxonadan chiqmay qoldi-yu. Topganini choyxonaga tashiydi-yu. Tashaylar endi Elmurodga mana shu apparatdan olib turib, bir biznesni boshlasin. Soqqani yig'ish kerak endi bo'ldi endi. Qachongacha sarf. Yeb yotganga tog'am chidamaydi-ku. Harakat qilsin, mana apparatni olsin, uslugiga ishlasin, bir ikkita bolani tiqsin. Kichkina biznes bu ham bir. Endi umr o'tib ketadi. O'zbekiston rivojlanyapti. Boshqalarga o'xshab orqada qolib ketmish kerak. Rivojlanish kerak, zinama tepaga harakat qilish kerak. Chiqadigan davr keldi endi. Pulni bosib yotavermash kerak. U pul mog'orlab ketadi yotgandan. Ishlatish kerak, tikish kerak pulni nimagadir. Mana shu apparatni olib turib, bir biznesni boshlasin. Profilimizda videolar bor, har xil videolar bor. Kim nimaga ishlatayotganligi ko'rib o'zi tushunchaga ega bo'lib olaveradi. Tashab qo'yinglar bo'ldi u bolaga. Agar Elmurod shu pasporti bilan kelsin, men mana shu apparatni 2 million skidka qilib beraman. Bu apparat emas, libo xohlagan apparatini aytsin. Biz yasab yurgan apparatni aytsin, 2 million skidka qilib beraman. Endi narxini ayta olmayman hozir. 2 million lekin aniq keltirib berib skidka qilib beraman.